Assalomu alaykum aziz do'stlar. Chorsu bozoridamiz. Taklifni tashlaymiz. Lavandalar ketdi. Tuvaklar ketdi. Shunday. Tuvakda 45 ming ekan. Bular nom kilyon. Bu kilyonlar qanchaga? Yo'q degan. Mana narxini aytib. Kilyoni 1,5 million ekan. Taksi kerak, taksi. 1,5 million. Rododendron, azalya. Hortenziyalar. Bir ajoyib narsa ekan, buni nomini bilmadim. Bu yashikdagi nima ekan aka? Bu yashikdagi nima ekan bu? 40 ming, donasi 40 mingmi? 12 ekan, sotilmasa ekan. Ajoyib narsa ekan. Bugunlar qanchadan aka? 2 mingdan. Yashikka ham 2 ming a? Yashikka 2 ming. YouTube'ga qo'yaman. YouTube'ga qo'yaman. YouTube'ga chiqaraman, YouTube'ga chiqaraman. Ayyo. Reklamada sizlarga. Yo'q, sizlar olmayman. Ajoyib atirgullar bor ekan. Sefil park degan ekan. Bu atirgullar qanchadan ekan? Men sefil donasi 5 ming a. Mana shu rasmdagidaqa bo'ladimi? Donasi 5 ming a. Buni qaranglar bor ekan. Katalina so'zda. Xizmat qanchadan ekan? Bola mayskimi? Bu faqat sariqmi mayski yo boshqa ranglari ham bormi mayskini? Sariq, bag'irmaganlari bozorchilarning qarang, mana chekadagilar, bular qizillari ham anonda ochiladimi? nimalar? Kuzda ochiladimi bu? Kuzda hozir 2 oy ochiladi, kuzda. Paket bering. Faqatgina sariq qolgan hammalar kuzda. Atirgullaringiz qancha qoladi? Bular qancha ekan yashikka? Yashiga 10 ming lira. Yashiga 10 mingdan ekan bular. Ey bolam, paket. Qo'pala. Bu lavandalar qancha ekan aka? Bu qayerdaki? Bo'y past bo'ladi, kompaktli bo'ladi, yozi bilan gullaydi. İtalyanskiy ekan, yozi bilan gullaydi. Narxi ekan. Bular 40 ming. Bu fransuzskiy ekan bu. 40 ming. Rahmat aka. Ash, bu nima ekan aka mana bu? Pul bilmaysizmi buni? Azonda turib bo'lsa kerak. Cho'p.
Lavandalarda o'ziga yarasha xushbo'y hidi borda. Mana bunday chiroyli petuniyalar ham bor ekan. Buning chiroyligini qarang. Mana shunday dog'-dog'i bor. Qancha ekan aka? 40 ming. 40 ming ekan. O'shani turishi. Birdan ajoyib. Bu lavandalar qancha ekan aka? YouTube'ga chiqaraman. Sizlar aytib qo'ying, YouTube'ga chiqaraman. YouTube'ga chiqaraman. 50 ming, 60 ming. 50 ming, 60 ming a. Bular bu orqadagilar qancha? Qaysi orqa? Mana orqadagi turganlar. Shu hammasi. Hammasi bir xil. Bu katta kichikligiga qarabda, aka. Ha, katta kichikligiga qarab. Bu santalinalar bor 60 mingdan. Xrizantemalar bor 50 mingdan. nega? Razmarinlar bor 70 mingdan. Mana razmanlar. Bu shu mayda gulli deganimi deyman bu? Globusga o'xshab shar bo'lib qoladi. Oq gullida bu. Oq, bordoviy, siyoh rang, har xil gulli. Bu ham xrizantema, bunchalar bor ekan. Xrizantema globus. Men bor ekan. Bu mana nima ekan shu, aka? Santalina. Santalina deb shuni aytadimi? Buni ham chibures bor uni yerda. Buni ham hidi bormi aka? Ha, buni ham xuddi bor ekan. Bunda bor, dog'lik ishlatiladi. Mana shuni mana. Butun bunaqangi dog'i bor soti ekan. 60 ming. Lavandani mana bunday to'q siyoh rang soti ham bor ekan. Bu qancha ekan singlim? Mana bu. Lavandami? Ha, 25 ming. 25 ming. O'tangisi. Oqa. Rahmat. Beraymi? Yo'q. Nima qarabas, nima bering bola? Bu gulmi mana bu? Ha? Bu gulmi? Qaysi? Nomi nima ekan bu gulni? Qalaquch. Minagaliyatga joyda qoladi. Sog'inmi? Ko'paya o'zi hozir o'zi ham semaykasi buni mana bitta tanasini 150 ming sotishyapti. Buni men oilasini beryapman 150 ming. Mana buni bitta ko'ring, bu ham dahshat gul ko'p yillik, bu yoqqa o'ting. Buni hidi bo'ladimi? Hammasi. Ya, xudo xolasa ko'pchilikka olib ketishadi inshaalloh. Bitta hidlang buni. Просто hidini hidlang, buzvoradi hovli. Liliya bu buketli kiradi. Gulini o'zi bitta donasini buketga 50 mingdan o'tkaziladi. Zo'r gul. Qancha turadi bitta guli? Bir turadi. Mana bu hozir aprel boshida ochilgan, ketaveradi yonidan mana. Bitta chiqib ochilaveradi bola. Yozgacha. Maşallah. Ko'p. Buni narxi qancha dedingiz? Buni ikkita oila qolgan 150 ga berib yuboraman. Ikkita oilasi 150. Hech qanaqa qoladi. Mani ham 150. Flokslarim bor, sedimim bor, bunchada turibdi. Menda minagaliyatga shoygul bor. Hammasi menda mana anaqani ramashkani 3-4 xili bor, bola. Joyida qoladigan. Exinatsiyalar bor, bozorda yo'q. Hammasini tashlab chiqalasizmi? Ha? Hammasini tashlab chiqalasizmi? YouTube'ga Nima qo'yapman. qilasizmi? Tashlab chiqalasizmi? YouTube'ga qo'yaman-da. Reklama. Dilbar apa gumbullatib qo'yib tashlaylik. Ha, shunday. Hammasi minagaliyatga deb bolam. Anjelikalar bor, mana sedumlar bor, flokslar bor, bu yoqda exinatsiya bor. Qancha ekan bular? Bularni to'pi 30 ming bolam. 30 ming. Bular ham shunaqa 30 ming. Bu anaqasi to'pi 30 ming jonim. Bu ham shunaqani oq gullaydimi? Qaysi? Mana bu oqi ham bor, qizili ham bor, buni pyostrisi ham bor, 3 xili bor. Menda faqat ko'p yillik gullar, bolam bir yilliklar yo'q. Asliga Kelaverasizlar. Lekin hidi juda ham ajoyib ekan. juda ajoyibki, oldiga bormasangiz qog'ozga o'xshaydi. Ha, shunday ko'rdim. Qo'ng'iroqchasi ham juda chiroyli, ajoyib ekan. Liliyalar bo'p shim dahshat, hidi. Bu zid tashiydi hamma yoqni, zo'r. Bu ajriq gullar qancha ekan? 80 mingdan. 80 mingga.
Bu ana qavat-qavatlisi bu. Qavat-qavatlisi, turli xil ranglisi. Bundan bansaylar ham qiladi rosa. Kimga kerak bo'lsa bitasizlar. Rosa ajoyib narsa. Tezkir o'zami? Yangi sort. Yangi sort. Gul uzoq turadimi? Yo'q. Emas, rangi chiroyli. Endi chiroyli. Bargi kaotiga Qancha ekan bu? 150 ekan. Maydalar qancha ekan? Kichkinalari bormi? Ko'proq olsangiz kelishdi. Men qanday ham chiqib qoldi, kelishdi. Juda ajoyib. Bu sizdanmi? Kimdan ekan bu? Oldingizmi? Qanchadan oldingizmi? 60-50 mingdan biri. Endi 50 mingdan. Bunday xabarlar bor ekan. Choklet bada, choklet. Kratonlar ketdi. Ajoyib tablar. Bu kratonlar qancha ekan? Qancha? 250 ming kratonlar. Plastmasadek. Ranglari ham ajoyib. Bu sanseveriyalar qancha ekan? 150 ming. 130 mingga 150 ming ekan. Kattasi ham kichkinasi. Kameliyalarchi? 250-300 kameliyalar. Doim hamma yoqda bir xil narsa. Agar bir ajoyibi chiqib qolsa, ko'rib olishga harakat qilyapman. Manzaradan. Turlar, zakemalar. Bu baylar kiyini olib ketadigan baylar. Mavinchasini yerga tiqib borasiz. Ha, hozircha shular. Yog'lar narxi o'sha. Kanalimizni qo'llab-quvvatlagan holda like bosasizlar, do'stlar. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Bularning hammasini
narxini o'tgan safar tashlagandim. Sog' bo'lasizlar.